Prezidentimizning joriy yil 8-avgustda qabul qilingan 2020-2021 yillarda Farg'ona viloyatining So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarori asosida olib borilayotgan ishlarni ko'zdan kechirish maqsadida tumanga O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri Abdulla Aripov tashrif buyurgani haqida avvalgi dasturlarimizda xabar bergan edik. Bizga Xudo bergan yurtboshimizga So'x xalqidan o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Doimo omon bo'lsinlar, yurtimiz tinch bo'lsin, osmonimiz doimo musaffo bo'lsin. Bugun qaysi bir joyga bormang, aholi farovonligi uchun muhim bo'lgan ichimlik suvi yoki elektr energiya ta'minotini yaxshilash, ko'chalarni asfaltlash, yangi inshootlarga poydevor qo'yish kabi ezgu ishlar qizg'in pallaga kirayotganiga guvoh bo'lasiz. Xususan davlatimiz rahbarining topshirig'iga asosan tumandagi muammolarni hal etishga alohida e'tibor qaratilib, har bir mahalla, har bir xonadon o'rganib chiqildi. Biz ayni vaqtda So'x daryolari qirg'oqlaridamiz va ma'lumotlarga ko'ra bu yerga kattakon nasos o'rnatiladi va buning natijasida 1800 metr yuqori tepalikka suv olib chiqiladi. Va aytishlariga qaraganda o'sha yuqori tepalikka suv olib chiqilgandan so'ng tepalikdagi adirlarga yong'oq, bodam, pista singari daraxtlarni ekishmoqchi va bu yerlarni o'sha intensiv bog'larga aylantirishmoqchi. Qayroq massivida olib borilayotgan ishlarni ko'rish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri manziliga tashrif buyurdi. Bu yerda jami 5 ta katta suv nasoslari o'rnatiladi. Abdulla Aripov quruvchilar bilan suhbatlashar ekan, yangi suv nasos stansiyasi 2021-yilning mart oyiga bitishi, manzilga yangi daraxtlar olib kelinib, ekilishi haqida topshiriq berdi. Birinchi ko'tarma, ikkinchi ko'tarmamiz ham 211 metr, 1,5 kilometr birinchi podyomda turba montaj qilinib, suv boriladi. Unda 90 gektar yer o'zlashtiriladi. Ikkinchi ko'tarmamiz 2 kilometr bo'lib, 211 metr balandlikka nima qiladi? Umumiy uzunligi 6,5 kilometr turba montaj qilinadi. Bunda ikkinchi podyomda 1358 gektar yer o'zlashtiriladi. 6 ta ekskavator, pogruzchilarimiz 2 ta, bir 10 ta samosvallar ishlab turibdi. Avtokranlarimiz ham hammasi ishlayapti. Hozir biz birinchi nasos stansiyasini kolonnalarini o'rnatdik. Endi beton ishlari boshlanib ketdi. Nasoslar bu Germaniyadan olib kelinadi. Germaniyadan shu olib kelinadi, biz o'zimiz montaj qilamiz. So'x tumanida 27 ta mahalla fuqarolar yig'ini bo'lib, xonadonlarni elektr bilan ta'minlash uchun atigi 2 dona elektr stansiyasi bor edi. Sarkanda mahalla fuqarolar yig'ini Baliqchi ko'chasida istiqomat qiluvchi Sanobarxon Aya Shomurodovaning so'zlariga ko'ra, elektr stansiyasining nosozligi, katta kuchlanishlar oqibatida chiroqlar bo'lmagan kunlar ham bo'lgan. Hatto 2-3 kun ham bo'lmagan kunlar ham bor edi. Dars tayyorlashga ham qiynalamiz, bir nima chevarchilik qilishga ham ancha qiynaldik. Hozir Xudoga ming qadri shukr. Mana zamonamiz tinch bo'ldi, ancha o'zgarishlar paydo bo'ldi. Aholi muammosi o'rganilib, 6 ta mahalla fuqarolar yig'ini uchun yangi elektr stansiyasi o'rnatildi. Bu degani Sanobarxon opa singarilarning xonadonida endilikda chiroq o'chmaydi. Katta kuchlanishlar ham yangi qurilgan elektr stansiyasiga ta'sirini o'tkaza olmaydi. Bosh vazir Abdulla Aripov bu manzilda ham bo'lib, qurilmaning qulayliklari haqida fuqarolarga aytib o'tdi. Benihoyat men xursandman. Chunki o'sha nevaralar bor, o'ynashga, kitob o'qishga doim sharoit yaxshi bo'lsa, bizga ham yaxshi. So'xdagi yangi o'zgarishlar sizni faxrlantiradimi? Faxrlanadi. O'shanga quvonib, bosh vazirga attayno gul olib berdi. Xursandchilikdan sig'masdan-da. So'x tumanida hech bir obyektlar e'tiborsiz qoldirilmagan. Ziyoratgohlarda ham bosqichma-bosqich qayta ta'mirlash ishlari olib borilmoqda. Masalan, Hazrat Ali ziyoratgohi. Bu yerga aholi dam olish bilan birga manzilni tarixi bilan tanishish uchun keladilar va bu uchun aholiga barcha shart-sharoitlar yaratildi. Bundan tashqari mana masjidimizni, Hazrat Ali jome masjidimizni yonida tashlandiq binoyimiz bor edi. 250 millionga shu loyihani qurib bitkazdik. Bunda endi imom xatib xonasi bor, kutubxona bor, mana tahoratxona bor, mehmonxona ham mavjud. Endi dam olishga kelgan odamlar vaqtlarini shu mazmunli o'tkazishga sharoit yaratib berganmiz. So'x tumanini kompleks ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirish chora-tadbirlarining manzilli dasturiga 146 ta loyiha kiritilgan bo'lib, 639 milliard so'm mablag' sarf etiladi. Mazkur ishlar natijasida 11 mingdan ortiq aholi uchun yangi ish o'rinlari yaratilishi ko'zda tutilgan. O'zbekiston Respublikasi Bosh vaziri so'zlariga ko'ra, Ravon shahar bosh rejasiga muvofiq har biri 30 xonadonli, 7 ta 5 qavatli uy-joylar quriladi.
Albatta xalqimiz minnatdor muhtaram prezidentimizdan, viloyat hokimimizdan, shu So'x tuman rahbarlaridan xalq minnatdor. Xalq vakili sifatida men shuni aytamanki, hozirgi kunda So'x xalqi ko'tarinki ruhda, hammasi shu muhtaram prezidentimiz, hurmatli Farg'ona viloyat hokimi Shuhrat Madaminov va So'x tuman hokimi Saidbahrom Saidmusayevga hammasi minnatdor. Tibbiyot, ta'lim va boshqa yo'nalishlarda amalga oshiriladigan ishlar ham aholi turmush darajasini oshirish, ular uchun qulay sharoitlar yaratishga xizmat qiladi. Abdulla Aripov tumanida istiqomat qilayotgan fuqarolar bilan ham uchrashdi. Yangi imkoniyatlar va imtiyozlar haqida batafsil aytib o'tdi. Faxriylar, mahalla faollari bu kabi ezgu ishlar uchun prezidentimizga o'z minnatdorchiliklarini bildirishdi. Ahror Ziyodov, Rustam Abdullajonov, So'x tumanidan.